Assalomu alaykum. Ushbu kanalning muxlislari. Quyida sizga tavsiya qilmoqchi bo'lgan muolajalar xotira pasayganda uni tiklashda juda qo'l keladi. Ularni ko'rsatilgan tartibda bajarsangiz, kutilgan natijaga albatta erishasiz. Loviya po'stlog'i shifoning o'rtog'i. Loviya po'stlog'i xotirani yaxshilash va mustahkamlashda eng yaxshi vositadir. Qo'llash tartibi quyidagicha. Loviya po'stlog'ining qurigani yoki yangisidan 1 piyola miqdorida olinib, 1 litr qaynagan suvga solinadi va 2-3 daqiqa qaynatiladi. Undan har kuni ovqatdan oldinmi yoki keyinmi kun davomida 3-4 mahal ichiladi. Muolaja muddati 1 oy. Xotira yaxshilangani sezilgandan keyin undan 1 kunda 1-2 piyola ichsa ham bo'ladi. Ikkinchi tavsiyamiz: har kuni ovqatdan so'ng 4-5 dona yong'oq mag'zidan 3 mahal yeb turish ham xotira uchun juda foydali. Ammo yong'oqni qorin och payti tanovul qilish mumkin emas. Undan faqat to'q qoringa 3 mahal ovqatdan so'ng 4-5 dona yeb turish lozim. Yong'oq ham miyani, ham xotirani yaxshilaydi. Uni 1 oy tanovul qilgandan so'ng 15-20 kun tanaffus qilish zarur. Sababi yong'oq tarkibida yod miqdori ko'p. Bu esa qalqonsimon bezda yod miqdorini oshirishi mumkin. Shuning uchun me'yorga amal qilish kerak. Yong'oqning kunlik iste'moli 70 grammdan oshmasligi maqsadga muvofiq. Va 3-chi tavsiyamiz: xotirani yaxshilashda loviya qo'shilgan taomlar ham asqotadi. Buning uchun haftasiga kamida 2-3 mahal loviyali ovqatlar yeb turish kerak.